kiravesh qismidamiz. Juda xush kelamiz. Chap tarafimizda mana hojatxona, vanna, kiraveradigan mashina, ariston, barcha jihozlar qoladi. 61 kvadratlik katta hojatxonamiz. 2 xona, 3 xonaga o'zgartirilgan. O'ng tomonimizda mana detskiy hisobida bu yerimiz. Mebellarimiz qarang, chiroyli mehmonxonamiz. Televizor, xolodilnik, konditsioner, uy olganingizdan keyin nishonlashga, suvlari bonusga xudo xolasa. Bu tomonda mana oshxonamiz. Barcha jihozlar qoladi do'stlar. Gazni qarang yonishini yoqib qo'ydi aytinglar. Uyimiz 61 kvadratlik, Farg'ona shahar markazida, 2 xona, 3 xonaga o'zgartirilgan, gaz, svet, suv joyida. Barcha jihozlari bilan o'ylaymanki puliga arziydi. 35 ming dollar baho so'rashyapti. Ozroq o'tib ham berishga xudo xolasa. Raqamlar qo'yamiz do'stlar. Bemalol aloqaga sizlar bo'ladi. Bitta like esdan chiqmasin. Sertifikat bo'lish shart. Sababi bizda bunaqa uylardan hali juda ham ko'p bo'ladi, xudo xolasa.